Alaykum. Assalomu alaykum. Hoji aka, yaxshimisiz? Qo'shni qanaqasiz? Uydagilar tinchmi? Mahallalar tinchmi hammasi? Yaxshi kelib oldingizmi qiynalmasdan? Ziyoratlaringizni Alloh dargohida qabul qilsin. Yaxshi kelib olgan bo'lsangiz bo'pti-da. Xudoga shukr, borib kelib oldi. Adashmasam bu 7-boringiz hoji aka. Qo'shni to'g'ri aytasiz. Bu 7-si. 8-siga hojiga yozdirib qo'ydim. Yuring billa nima qilsa borib hojiga bo'lib kelamiz. Nima deysiz? Endi sizga atagan o'zini ham olib keldi. Yaxshi kunlarda joy namozlarni ishlatib, tasbihlar bilan bizani duo qilib qo'ysangiz bo'ldi endi. Qo'shni xabaringiz bor. Orqa mahallada 2 yetim bor. Anchadan beri to'y qilishga sharoiti bo'lmayapti. Bilasiz, payg'ambarimiz va'da qilganlar, kim yetimni boshini silasa, jannatda menga qo'shni bo'ladi deganlar. Balkim hajga bormasdan shularning to'yini qilib bersangiz, balkim Allohga xush yoqarmidi qo'shni?